Bunu bo'lsa Ürümçi Saybağ rayoni Qo'chon Nanjan Chimfenlu poyezd stansiyasining atrofiga joylashgan 2017-yil ochqish topshirilgan texi 6 yil bo'lgan yangi qo'rodagi qo'ro muhit yaxshi bo'lgan bir oynab keldim ha. Mana sizlar ko'rayotgandek men turayotgan o'rin bo'lsa, bu uyning mehmonxonasi. Uy qancha kvadrat demsa 84 kvadrat. 2 yatak. Mana biz 5ni ko'rib qala, 2dan kirgandan keyin bizning kiyim asılgan cazimiz, ayak şkafımızı o'rlashtirdik ya. Ma tarafda bo'lsa, uyninki tozliq uy, tozliq uyninki gelish filialati ayrı o'tiqliq, qayoq qilib qo'yilgan ha. Yan tarafda bo'lsa oshxonasi, oshxonasining darizasi, havo o'tishchanligimi, bo'shliqi jihatdan aytdi yaxshi. Yan tarafda bo'lsa, endi ko'rdigingiz bu uyning yotoq uy. Bu yatak uyninki, içlerininki bezlishmi aytdi yaxshi holatda kichik bolarimizning yotoq uy qilib bersak bo'ladi. Mana ma o'rin bo'lsa, bu yerga sanjo qo'ydigan, bizning tomoq yeydigan ustallarimizni qo'ydigan ya. Mana siz ma ko'rayotgan mehmonxonasidan o'rlashtirishmi aytdi yaxshi holatda. Mana siz qaragandek 84 kvadrat uyninki o'ylisi bor, o'ylisi gulliki bor. Qarasangiz aytdi chiroyli holatda o'zingizni gul boqadigan, mushundan yaxshi ko'radigan xaridorlarimizning yaxshi tanlashi. Mana siz ko'rayotganingiz bo'lsa yana bir yotoq uy. Bu yotoq uyning bo'shlig'i aytdi yaxshi holatda, kunchish jihatdan aytdi yaxshi. Cho'nglag'i aytdi maskildi. O'ylis bo'lganlik uchun bu uy birinchi qavatda. Past qavatdan cho'nglag'i qulaylik qo'yasan bo'ldi degan xaridorlarimizning yaxshi bir tanlashi. Agar bu uyga ehtiyojingiz bo'lsa, bizlar vaqtida aloqa qilishing. Aloqa qilish numerim 136 409 86 99. Undidar numerim boshpatda bor. Agar Ürümchidan uy olaman desangiz, o'zim xotirjam bo'lgan kinishkisi to'liq uylarni sizga tavsiya qilaman.